Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga murojaatnomasida O'zbekiston bundan keyin ham barcha davlatlar bilan teng huquqli va konstruktiv munosabatlarni yanada mustahkamlashi haqida alohida qayd etib o'tdilar. Darhaqiqat, bugun jahonda geosiyosiy va iqtisodiy muammolar tobora chuqurlashib borayotgan, turli ziddiyatlar va beqarorlik omillari kuchaygan bir paytda O'zbekistonning ochiq, pragmatik va muvozanatli tashqi siyosat olib borayotgani alohida ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz tomonidan belgilangan tashqi siyosat konsepsiyasining asosiy mohiyati barcha davlatlar bilan teng huquqli, o'zaro hurmat va konstruktiv muloqotga asoslangan munosabatlarning izchil davom ettirishdan iborat. Bu yondashuv mamlakatimiz milliy manfaatlariga to'liq javob beradi va xalqaro maydonda O'zbekiston nufuzini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, yaqin qo'shnilarimiz bilan ko'p asrlik do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklikka tayanilgan munosabatlarni yanada rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangani juda muhim. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, transport, logistika, energetika, suv resurslari, ekologiya, xavfsizlik, madaniyat va ta'lim sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish mintaqaviy barqarorlikning asosiy garovidir. Shu bilan birga Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, uni mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarga jalb etish nafaqat iqtisodiy, balki xavfsizlik nuqtai nazaridan ham strategik ahamiyatga egadir. Bu yondashuv O'zbekistonning tinchlikparvar va mas'uliyatli tashqi siyosatining yaqqol ifodasidir. Shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Turkiy Davlatlar Tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti va Islom hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish O'zbekistonning ko'p qirrali tashqi siyosatida muhim o'rin tutadi. Muhtaram Prezidentimiz Rossiya, Xitoy, AQSh, Turkiya, Yevropa davlatlari, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari bilan ko'p qirrali o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, shuningdek Janubiy, Sharqiy Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlari bilan yangi yo'nalishlarda hamkorlikni mustahkamlash O'zbekiston tashqi siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishini ham qayd etib o'tdilar. Xulosa qilib aytganda, Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan ochiq, ishonchli va pragmatik tashqi siyosat mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va mintaqaviy barqarorlikka xizmat qiladi.